Norm yoki g'alati bizlarni versiyamizda. 19 yoshimda gruppani tashlab erga tegib ketsam, norm yoki g'alati? Zo'r. Mayli tegsin deyur, lekin guruhdan ketish g'alati. Zo'r. Sen ham o'zing jufting topishing kerak, to'g'rimi? Guruhdan ketaman. Bay bay. Mayli. Pul ko'proq qoladi bizga. G'alati. Ya rol o'ynayvering. G'alati, dildorsiz bo'lmaydi. Men prekin chekyapman. Norm yoki g'alati? G'alati. Chekish insonni o'ldiradi. Norm o'rganib qo'yganmiz. Sizlar yoningizda tutatib yuraman, to'g'rimi? Men kalta ochiq sochiq kiyib yurishim norm yoki g'alati? Hatto hozir ham ochiq kiyinib yuribdi. Bundan ham ochiq, bundan ham kalta. Qanaqa rasm qo'yaman, mana shunaqa. G'alati, короче, все g'alati. Odam o'zini ustida ishlamaslik norm yoki g'alati? Norm. G'alati вообще. Odam o'zini ustida ishlamaslik bu kelajakda o'zini o'zi sindirishga olib keladi. Beshikdan tog' qabrgacha ilm izla deyishgan. Saqlanaman. Diyeta qilaman. Tishingga qaraysan to'g'ri. Tishimga Hamidjon. qarayman. Men sizlar Faqat uxlaydi. hozir Anvar akasiz video olamiz. Norm yoki g'alati? Norm chunki Anvar akani mazalari yo'q. Da, g'alati. Biz Anvar akasiz video oldik. G'alati da. Ayol kishi pul topsa, o'sha pulga erkak kishi yashasa norm yoki g'alati? Вообще norm. Bo'lsa, bolalar o'qish kerak, izlanish kerak, o'z ustida ishlash kerak.